Ertalab vohli tura olmaydigan kelinlar uchun oldinga teng maslahat. Uyimda baraka yo'q, erim yaxshi pul topmaydi, qaynonam meni yomon ko'radi deydigan ayrim dangasa kelinlar, bu video aynan siz uchun. Shu odatlarni hammasini har kuni qilib uxlasangiz, ertalabgacha uyingizga farishtalar to'ladi. Aslida qaynonaga ko'p narsa kerak emas. Uyingiz toza, o'zingiz kulib tursangiz bo'ldi. Uyingizning barakasi esa tozalikka bog'liq. Kelin ovqat qilishni bilmasligi mumkin, lekin o'rganadi. Tili o'tkir, zahargina kelinlarni qo'l oyog'i chaqqon bo'ladi. Ovqatni yorvoradigan kelinlar to'g'risini uborkani yomon ko'rasizlar. Ammo kelinning farosati bo'lmasa, unda hammaga qiyin bo'ladi. Mendan ko'p so'raysizlar, hammasiga qanaqa ulgurasiz? Unda eshitinglar. Kechalari yoqimli deb bolalarimni va erchamni ham uxlatib, Ilhomjon bilan G'ayratjonni yordamga chaqiraman. Agar siz 5 ta qoidaga har kuni amal qilsangiz, farishtalar haqqingizga duo qiladi. Birinchi qoida: axlat va po'choqlarni har doim bo'shating. Ikkinchisi, hech qachon yuvilmagan idishlarni qoldirmang. Uchinchisi, stol lattani har doim chayib qo'ying, sasib yotmasin. To'rtinchisi va eng kerakligi, tualet vannani toza tuting. Beshinchisi, ostonani albatta artib uxlang. Xuddi shu ishlarni qilib, uyimni farishtalarga topshirib, xotirjam uxlayman. O'sinjonlarim, aslida bu ishlar umuman qiyin emas. 20 minut vaqtingiz ketadi va eng kerakligi baraka bo'ladi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Siz farosatli kelinsiz. Endi aytingchi, siz qaysi kelinlar turiga kirasiz? Qo'li chaqqon yoki tili chaqqon kommentariyada yozib keting, kutaman.